Assalomu alaykum. Men sizlarga CorelDRAW programmasida garaj chizishni o'rgataman. To'rtburchakni olamiz. To'rtburchak chizamiz. Bu yerga 18 u tab 8 enter F4 yazamiz. Keyin mana yerdan garaj qilamiz. Ana keyin mana yerdan bu chekasiga olib boramiz. F4 yazamiz. Space bosamiz. Mana bosamiz. F4 mana yazib buni kattaytiramiz. Space. Endi mana bosdi, hammasini pastdan tepaga davr. Anaqa qilamiz. Kopirovat qilib olamiz. Keyin mana ezamiz. Mana ezib turib, mana mo'ljallaymiz. 3 ta 10 tomonga 1 2 3. Bu tomonni ham qilamiz. 1 2 3. Space bosamiz. F4 bosamiz. Endi buni seriyadan qilamiz. Mana nonga kirib turib, madrisga kiramiz. Mana monga qo'yamiz. Ana. Okay deymiz. Moni oqran qilib turib, buni garajtirangi jigarrang bo'ladi. Nonga kirtirib, nonga kiramiz. Jigarrangni tanlaymiz. Mana. Mana mon tanlaymiz. Okay deymiz. Ana monisini oq qilib qo'yamiz. Ana endi garajimiz tayyor bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.